bir joyda yotish qiyin ekan. Iltimos, qassada bo'lsa ham yurishni xohlayman. O'zim hojatlarimga kirishdim. Farzandlarim o'zim o'qiyib o'tir, iltimos. Sizlarda qo'llaringdan kelgancha yordam beringlar. Bir sizlar uchun duodaman, duo qilinglar, men ham sizlar duo qilaman inshaalloh. Aziz vatandoshlar, biz Qo'qondamiz. Sinimizga Alloh tomonidan sinov kelgan. 2018-yil 2-etajda oynani artaman deb derazadan tushib ketgan. Orqa umurtqalari singan. Pul yo'q, turmush o'rtoq yo'q. 2 farzandi bor. Dadasi o'tib ketgan. Oilada bitta onaizor oshxonalarda kechasi bilan smenada 120 ming so'mga posuda moykada idish tovoq yuvadi. Bir ukasi bor. Bu sinimizni ko'tarib yuraverib, u ham hozir 2-guruh nogiron. Oilada faqat onaizor ishlaydi xolos. Sinimiz 4 oydan beri bizga murojaat qiladi. Mana navbati bilan keldik. Kelinglar aziz vatandoshlar. Ushbu video ro'parangizdan chiqarkan, demak Alloh taolo suygan bandasiz. Sizni bugungi kunda shu oilaga ehson qilishingizni xohladi. Nimalarni orzu qilasan qizim? Tezroq yurib ketishlarini. Siz yana ehson qila olasiz. Aynan pul solib ehson qilish emas, videoni maksimal tarqatib, storyga qo'yib, kommentariyalarga soat peshalarni chorlasangiz ham bo'ladi. Aziz vatandoshlar, kartalarda 100 talik limit degan narsa bor. Kartalarda hammasiga harakat qilib ko'rasiz. Agar mabodo pul tushira olmasangiz, kechasi 12:00 dan harakat qilsangiz pul tushadi. Bugun 6-noyabr, haftaning payshanba kuni. Ertaga 7-noyabr, juma kunigacha 24 soatlik ehsonimiz yondi. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Biz sizlar bilan birgalikda 30 ming dollardan oshib pul yig'ishimiz kerak. Sinimga ham aytdim, mabodo sizdan tashqari pul chiqib qolgan bo'lsa, endi ko'ryapsizlar, summalarda ko'pincha o'sha 30 ming desa 40 ming ham beramiz. O'sha 10 mingni olib turib, yana 2-3 ta haqdorlarga berish niyatidamiz. O'shaning uchun qo'rqmasdan pullarni solavringlar. Hayolimda nimani aytib, o'z balalik bosh bo'lsin. Endi hozir men hammasini boshqarib turaman. Odamni hech kim ustun qilmaydi. Aziz vatandoshlar, bular umuman uysiz bo'lgan. Onamiz turmush o'rtoqlari vafot etgan. O'sha katta qarzdorlik qilib qolib 15 yil oldi. Hukumatimizdan, davlatimizdan Alloh rozi bo'lsin, bularga yashash uchun Yana 4 yil bo'ldi uy bergan. Alloh rozi bo'lsin. Yana bir gap aytib ketaman, aziz vatandoshlar, pastda telefon nomeri, admin nomeri qo'yib qo'ygan edik. Telefon nomerini o'chirib qo'yganmiz, chunki murojaatlar juda ko'payib ketgan. Javob qaytara olmasak, kommentariyalarda so'kinib yozyapti. Sizlar internetda o'zingni yaxshi ko'rsatasan, murojaat qilsa qabul qilmaysan deb, lekin biz bir joyimizda. Undan tashqari 94lik 434 8886 nomeriga telefon qilib, Telegramga yozib yurmanglar, u ishlamaydi. Bu faqat Rossiyadagilar uchun qo'yilgan. Admin nomeriga qo'ng'iroq qiling, naqd pul bermoqchi bo'lganlar doim qo'yardik. Yo'q, naqd pul beradigan odam birikta bo'ladigan bo'lsa, u nomer orqali aldab akasini olib, bu bemorning bezovta qilib bu yerda boshqa murojaatchilar, ayniqsa 90% qorni to'qlar ham bosib ketyapti. O'shaning uchun shu kartalarga solgan pulingiz yetadi. Naqd pul olib kelish shart emas.